O'zbekiston pensionerlari, diqqat qiling. Sizlar uchun muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Pullar berilmaydimi? Rasmiy manbalar bu haqida nima deydi? Barchasini hozir bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va ishonchli yangiliklardan xabardor bo'lish uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. E'tibor bering, Xalq banki pensiya tarqatish vakolatini rasman yo'qotdi. Markaziy bank qaroriga ko'ra, avvalgi tartiblar bekor qilindi. Shu bilan birga ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish vakolati ham bekor qilingan. Mazkur hujjat Iqtisodiyot vazirligi va Markaziy bank tomonidan tasdiqlanib, eski yo'riqnomalar bekor qilindi. Natijada tizim soddalashtirilib, ortiqcha byurokratiya kamaytirildi. Endi pensiya qanday hisoblanadi? Erkaklar 60 yosh va 25 yil staj bilan, ayollar 55 yosh va 20 yil staj bilan pensiyaga chiqadi. Kamida 7 yil staj bo'lsa, to'liqsiz pensiya, undan kam bo'lsa, nafaqa beriladi. Pensiya miqdori so'nggi 10 yildagi eng yuqori 5 yillik ish haqining 55% asosida hisoblanadi. Har ortiqcha yil uchun qo'shimcha 1% qo'shiladi. Faxriy unvoni borlarga esa qo'shimcha ustama beriladi. Yana bir yangilik. Endi qog'oz guvohnoma berilmaydi. Hamma ma'lumot elektron tizimda yuritiladi. Pensiyalar narxlar o'zgarishiga qarab indeksatsiya qilinadi. Harbiylar uchun ham o'zgarishlar kutilmoqda. 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hisoblashda ish haqining ulushi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Do'stlar, agar sizga shu kabi foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.